Davom etamiz. O'simliklar karantini va himoyasi agentligining 2026-yil 6-iyundagi hududlarda dolzarb 30 kunlikni uyushqoqlik bilan o'tkazish to'g'risidagi tegishli buyruq ijrosi yuzasidan Jizzax viloyatida ham soha xodimlari ishtirokida seminar va qator tadbirlar tashkil etilmoqda. Jizzax viloyat o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi va uning tuman bo'limi davlat inspektorlari tomonidan hududlarda dehqon xo'jaligi xodimlari ishtirokida muntazam ravishda seminarlar tashkil etib borilmoqda. Bundan tashqari poluz mahsulotlariga zarar yetkazuvchi turli hasharot va o'simliklar bilan kurashish borasidagi mavsumoldi ishlari tizimli yo'lga qo'yilgani bois, bugungi kunda Zaribdor tumanida yetishtirilayotgan poluz mahsulotlarida zararkunandalar aniqlanmayotgani mutaxassislar tomonidan e'tirof etilmoqda. Ko'rib turgan maydonimiz Zaribdor ekse fermer xo'jaligiga qarashli 10 gektar maydon ushbu kunda bu yerda mana qovun pashasi bo'yicha karantin ko'rigidan o'tkazilganda hech qanday karantin qovun pashasi aniqlanmadi. Mana qovun pashasi asosan bizga bundan 20 yil 2005-yillari Eron va Turkmaniston orqali Xorazm va Qoraqalpoq viloyatlariga kelib qoldi. Mana keyingi yillarda bobo dehqonlarimiz fermerlar tomonidan o'z vaqtida qarshi kurash olib borilganligi sababli bugungi kunda qovun pashasi kamayib ketdi. Dehqon va fermer xo'jaliklari ishchi xodimlari shuningdek tumandagi qishloq xo'jaligi sohasi vakillari ishtirokida hududlarda amaliy seminarlar ham muntazam tashkil etilmoqda. Unda o'simliklar karantini va himoyasi bo'limi mutaxassislari tomonidan poliz ekinlarini zararkunanda, kasallik va begona o'tlardan himoya qilish, agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida amalga oshirish, biologik hamda kimyoviy vositalardan me'yorda foydalanish yuzasidan zarur tavsiyalar berilyapti. Shuningdek, ekin maydonlarini doimiy kuzatib borish, zararkunandalarni ilk belgilari aniqlanganda tezkor choralar ko'rish va profilaktik tadbirlarni kuchaytirish bo'yicha amaliy ko'rsatmalar ham berilmoqda. Bu esa hosil sifatini saqlash, mahsuldorlikni oshirish va dehqonlarning mehnat samaradorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etyapti. Boshqarmamiz tomonidan e'lon qilingan dolzarb 30 kunlikda sharq mevaxo'ri, sidraluvchi kakra, qovun pashasi hamda zarpechak mavzusida keng tarmoqda seminar yig'ilish bo'lib o'tdi. Masalan, dolzarb karantin obyektlaridan biri sidraluvchi kakra to'g'risida gapirsak, bu karantin obyekti hisoblanib, o'ta xavfli alkaloid modda yig'uvchi o'simlik hisoblanadi. O'shaning uchun buni agrotexnik ishlarini juda vaqtida, dolzarb paytida qilish kerak. Agrotexnik ishlarida sho'r yuvish, muntazam uni kakrani o'sgan gullashiga yo'l qo'ymasdan vaqtida o'rib tashlash va unga qayta ishlov berish, shunga qarshi kurashishimiz kerak bo'ladi. Ta'kidlash joizki, o'simliklar karantini va himoyasi xodimlari hamda dehqon va fermerlarning o'zaro hamkorligi qishloq xo'jaligi ekinlarini ishonchli himoya qilish, zararkunandalar tarqalishining oldini olish va ekspertbop sifatli mahsulotlarni yetishtirishga xizmat qiladi. Eng muhimi, bunday hamkorlik oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, qishloq xo'jaligida barqaror rivojlanish hamda mehnat samaradorligini yanada oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.